2026 Chevrolet Spark yangi avlodi zamonaviy dizayn va texnologiyalar bilan e'tibor tortadi. Old qismida keskin chiziqlar va yangilangan radiator panjarasi avtomobilga sportcha ko'rinish beradi. Farlar ingichka va yorqin LED texnologiyasi bilan jihozlangan. Yon tomondan qaraganda aerodinamik shakl va ixcham o'lchamlar shahar uchun qulaylik yaratadi. Orqa qismida esa zamonaviy stop chiroqlari va toza dizayn uyg'unlashgan. Ichki salon sodda ammo funksional bo'lib, sifatli materiallar ishlatilgan. Multimedia tizimi katta sensorli ekran orqali boshqariladi. Haydovchi uchun qulay rul va aniq panel mavjud. Dvigatel tejamkor yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Kundalik haydash uchun mos xavfsizlik tizimlari ham yangilangan. Stabilizatsiya va tormoz yordamchilari ishonch beradi. Video davomida biz old ko'rinish, yon profil, 3 chorak burchak, ichki salon va orqa dizaynni batafsil ko'rib chiqamiz. Har bir detal sizga aniq tasavvur beradi. Shu kabi avtomobil ishqibozlari uchun ushbu sharh juda foydali bo'ladi.